Hürmetlik televizor körgüçüler yaxşımısılar. Yaxşımısılar. Bugün 2025 yılı 5. ayının 10. günü şənbə. Dehqanlar kalendari boyunca 4. ayının 13. günü. Xəbərlərimizni görüşünlərdən qarşı alırız. Bugünkü xəbərlərimizdən mühim məzmunlar tövəndikcə. Şinjan erkin sodasınaq rayonunun siyasət əvzəllikidən faal faydalanıb, kəsbinin toplanışı sodanın qolaylaşışığı türtki bulub, arı məhsulat sodasını kengaytib, pişiğlaş sodasının dərəcəsini östürüşünü qollaydı. Erkin Tonyas Abdunum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında tashqi məbləğni muqimlashtirish qatorli xizmatlar muhokama qilindi. Şinjanda ishlamchilar bozoridan 248 qurilib, joylashtirilishi muvofiq mulozimata qilibliq, yurishtirilishi tartiblik bo'lgan ommaviy ish qo'riqlashtirish mulozimat sistemasi dastlabki qadamda shakllandi. Birinchi faslda Şinjanning to'rda partiya setish summasi bulturqi shu mezgildagidan 9,7% ko'paydi. Yerdagi bulut nomli hujjatli film butun mamlakatdagi kinoxonalarda qo'yilib, Şinjandagi paxtakorlarning haqiqiy turmushi namoyon qilindi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz. Bosh shoji Xi Jinping tashqi savdoning ijodiy taraqqiyotiga turtki bo'lib, xalqaro bozorni uzluksiz mustahkamlash va kengaytirish kerak deb ta'kidladi. Bu yil birinchi faslda Şinjanning tashqi savdo import-eksport umumiy qiymati 108 milliard 160 million yuanga yetib, bulturqi shu mezgildagidan 15,4% ko'paydi. Jumladan, arı mahsulot savdosi, mashina sozliq, elektron mahsulotlari eksportining nisbati zo'r darajada oshdi. Şinjan bu yıl erkin sodasınaq rayonunun siyasət əvzəllikidən faal faydalanıb, kəsbinin toplanishi sodanın qolaylaşışığı türtki bulub, arı mahsulat sodasını kengaytib, pişiğlaş sodasının dərəcəsini östürüşünü qollaydı. Növətdə bir türküm tüzümdə yenilik yaratish natijalarının əməliyləşi bilan Şinjan erkin soda sınaq rayonu Qashqar bölək rayonundakı karxanlar çətel bazarını kengaytish qadamini tezlatdi. Yerim ötküzgüçlük yoğurtuş jabduqları, məxsus işletildiğan elektronlik uskunlarni yasaydigan bu karxananing birinchi fasldagi soda sommasi 2 million dollardan oshdi. Növətdə karxana yeni türküm zakaz bo'yicha ishlab chiqarishni tezlatdi. Bu qatim 250 ming tal aqil shamoldirg'ich asosiy kontrol taxtisi ishlab chiqaramiz. 6-oyda hammani ishlab chiqarib bo'lishni planladik. Zakaz bo'yicha bu yil 1 milliondek asosiy kontrol taxtisi ishlab chiqaramiz. Eksport sommamizning 10 million dollar o'lchamida bo'lishini mo'ljalladik. Ishlab chiqaradigan zapchasning turi ko'p. Boshqa o'lka shaharlarga munosabatli bo'lg'achqa, korxonaning xam ashyo to'sh tanarxini tizginlashi nihoyat tezkor to'xtadi. Qashqar bo'lak rayoni elektronlik mahsulotlarini qurashtirish, pishiqlash korxonalarining bu o'rtaq qiyinchiligini önünü hal qilish uchun oldingi skilot bilan xoslashgan ashyo obrot mulozimatini birlashtirish andisini ijodiy qo'llanib, hukumat korxona hamkorligi orqali to'plab to'shish xos mulozimatini yo'lga qo'yib, mol to'plash tarqitish o'rnida oldingi skilot qurib, ta'minot zanjiridagi to'siq nuqtani ravonlashtirdi. Xaslashgan mulozimat orqali ta'minot zanjirimizning bir butun to'shish unumi oshdi. Ishlab chiqarish va to'shish tannarximiz tövalladi. To'shish vaqtimiz 3 kundan 5 kungacha qisqarib, mablag' besimimizmi yenikladi. Taraqqiyot ishonchimiz texmi oshdi. Qashqar bo'lak rayoni bu yil sirtqi yuzlangan iqtisodning taraqqiyot ehtiyojiga zish birlashtirib, hukumat tamojna boj korxona birlashma mexanizmi, tashqi savdo korxonalari suhbat yig'ini qatorliq usullar orqali tamojnadan o'tkazish, ashyo obroti, boj, pul muomala jihatda korxonalarni cheklab qo'yayotgan omillarni hal qilib, elektronlik mahsulot, ara mahsulot eksport ko'lamini butun kuch bilan kengaytdi. Birinchi faslda Qashqar viloyatining tashqi savdo import-eksport umumiy qiymati 25 milliard 530 million yuanga yetib, bo'ltirqi shu mezgildagidan 1,7% ko'payib, muqimlik asosida ilgariladi. Jumladan, oila elektr uskunlari, tokchilik uskunlari, elektron zapchaslarning eksporti 36,2%, 2,1%, 28,7% eshib, asosliq tashqi savdo tovarlarining qurilmasi oliylashiga yuzlandi. Diqqatni eksport yasamachilikka korxonalarga dal joyida mulozimat qilishga markazlashtirib, korxonalarning ishlab chiqarish bosqichi va zakaz turiga asosan mulozimat loyihasini inchikilashtirib, transport, saqlash, transport vakolatchiligi qatorliq yuqori tuvalliq korxonalar bilan hamkorlikni kuchaytirib, xomashyo import qilishdan pishiqlash yasashgacha, mahsulot ishlab chiqarib eksport qilishgacha bo'lgan butun zanjirni tutashtirdi. Farqli xoslashgan tadbirlar korxonalarning chet-el bozorini uzluksiz kengaytishiga turtki bo'ldi. Şinjanning ilg'or yasamachilik va yangi material qatorliq yangidan gullanayotgan strategik kasblar to'pining taraqqiyotimi Şinjan mahsulotlarining qo'shilma qiymati va xalqaro raqobat kuchini uzluksiz oshirdi. Urumchi bilak rayonidagi temir yo'l qurilishi Eg'ir sanoat guruhining Şinjan cheklik shirkati yangi ishlab chiqargan 6 qurliq 2 paxta yig'ish mashinasi Braziliyaga to'shilish oldi turibdi. Bir qator yurishlik eksport mulozimat tadbirlari davlatimizda ishlangan yezigilik mashinalarining chet-elga eksport qilinishini tezlatdi. Oldin ma'lum qilish, 2 qadamlik ma'lum qilish qatorliq qolaylashtirish tadbirlari tamojindan o'tkazish vaqtimizni zo'r darajada qisqartib, ashyo obro tanarximizni to'vallatdi. Bo'libmi, tava joyda tekshirish yeshil yo'li halqiliq zakaz molini topshirishimizni tezlatdi. Hozir O'rta Osiyo, Janubiy Amerikadagi yezigilik cho'ng davlatlarida tirishib bozor ichyapmiz.
Үрümçi Sanji tamojnisi Şinjanның oliy jabduqlarining texmi cho'ng xalqaro bozorga kirishiga turtki bo'lish uchun tavasidagi eksport kasbini yo'lga qo'ygan 30 necha oliy jabduq yasamachilik korxonasiga oldin tekshirib tasdiqlash, tekshirib selishtirish qatorliq yurishlik tadbirlarni yuqori unumda yo'lga qo'yib, yaxshi tashqi savdo muhiti yaratdi. Birinchi faslda Urumchi shahrining tashqi savdo import-eksport umumiy qiymati 23 milliard 590 million yuanga yetib, bo'ltirqi shu mezgildagidan 33% ko'paydi. Jumladan, mashinsozlik elektron mahsulotlari eksporti 58,5% eshib, Urumchi shahri import-eksport umumiy qiymatining 34%ni egiladi. Tamojna boshlig'i korxonaga berib siyosat tushuntirish, tamojna korxona aloqachisi mexanizmida changtirib, tavayimizdagi oliy yasamachilik korxonalari qatorliqlarini cho'rdab tekshirib tadqiq qilib, korxonalarning ishlab chiqarish, tijorat, eksportni kengaytirish jihatdagi arzu talabini ko'p xil yo'l orqali to'plab, korxonalarning boj kamaytirish, kechirim qilish e'tiboridan bahramon bo'lish, pishiqlash savdosi, chegaradan kirgizilgan ochliqni nazorat qilish, boshqarish, bojdan xoli asrash, remont qilish qatorliq jihatlardagi masalalarga javob berdik, uni hal qildik. Başlıca Xi Jinping tüzümlük içi puxta qadam bilan kengaytirish kerak deb ko'rsatdi. Şinjan, Osiyo, Yevropa oltin yo'li va g'arbga o'tish ko'rik-beshi istehkomi barpo qilishdek strategik o'rniga chingqadilib, siyosatning foydasini korxonaning mahsulot bahosi afzalligi, tashqi savdo taraqqiyot afzalligiga aylantirdi. Bu yil birinchi faslda Şinjanning asosliq eksport tovarlari markazda ko'paydi. Bo'libmi, mashinsozlik elektron mahsulotlari eksport ulushi 38,5% eshib, butun Şinjan import-eksport umumiy qiymatining 39,6%ni egalladi. Keyingi qadamda Şinjan diqqatni korxonalarning tannarxini tuvallatib, unumni oshirishga yordam berish, tashqi savdo import-eksportini a'lolashtirishni qo'llash, savdoni qo'llaylashtirish saviyasini o'stirish qatorliq jihatlarga sijil markazlashtirib, korxonalarning sirtqi yuzlanishini haqiqiy qo'g'daydi. Abdunum rayonunun rəisi Erkin Tonyaz 5-ci ayının 9-cu günü ötüşdən keyin Abdunum rayonlu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında başçı Xi Jinping'nin yaxınqı məzgildəki mühim sözü, mühim yol yoruqunun ruhi yetkizildi, öyrənildi. Abdunum rayonluq partiya komitetinin orlaşdırmasına asasən tashqi məbləğni muqimlashtirish, chegaradan kirish sayahati və chegara sayahatining taraqqiyotini tezlatish, aql port qurilishi, zamonaviy ashyo obro'chiligini taraqqiy qildirish qatorli xizmatlar muhokama qilindi. Yığında munolar ko'rsatildi. Tashqi mablag' asosiy holatini muqimlashtirish, tashqi mablag'dan foydalanish ko'lamini kengaytirish, navbatdagi tashqi muhit xirsiga taqobil turishdagi muhim tadbir. Davlatning sirtqi ichki siyosatini amaliylashtirib, chet el savdogarlarini mablag' selishga ilhomlantiradigan kasblar mundarajasi yonda siyosatidan yaxshi foydalanib, tashqi mablag' korxonalarining avtonom rayonimizning 10 kasb to'pi qurilishiga faol qatnashishiga madad va ilhom berish, mablag' selishni tonishtirish faoliyatini planlab o'tkazib, chegara sirtidagi iqtisod savdo apparatlari bilan aloqani kuchaytirib, tashqi mablag' korxonalarining chegara ichida takrar mablag' selishini qo'llash salmoqini oshirib, xavf xatarni tizginlaydigan bo'lish oldingi shartida tashqi mablag' jalb qilish yo'llarini kengaytirish. Jungo Xinjiang erkin savdo sinaq rayonining oldin yo'lga qo'yish, oldin sinaq qilish rolini joriy qildirib, chet el savdogarlarini mablag' selishga jalb qilish yuqori pallasi barpo qilish, omil kafolatini yanada kuchaytirib, 100 korxonani ziyorat qilish faoliyatini qanot yedirib, tashqi mablag' korxonalarining mablag' yurishtirishini qo'llash salmoqini oshirib, xodimlarning berish kelishini qulaylashtirishni ilgari surib, chet el savdogarlari mablag' salgan korxonalarning qonunli huquq manfaatini kafolatlantirish kerak. Yığında munolar ta'kidlandi. Chegaradan kirish sayahati va chegara sayohatini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, avtonom rayonimizning tabiiy boyligi, sayohat boyligi, kasb boyligini universal etishni ilgari surib, Xinjiangning xalqaro sayohat manzili obrazini yanada yaxshi tiklash, yuqori sur'atli temir yo'l aviatsiya, yo'lovchi transporti, o'zi avtomobil haydash qatorli qatnash shaklini to'plashtirib, sayohatchilik mulozimati, uchur tuguni, qatnash to'planish tarqilish, tijorat savdo, turmush mulozimati, manzara muhit qatorli funksiyalardan bir tutash planlab, quyuq o'zgachilikka, kuchlik jalbkorlikqa ega sayohat to'planish tarqilish o'rni barpo qilish. Bir turkum xalqaro oliy mehmonsaroy va sayohatchilik darajasi bor oilaviy mehmonxonalarni nuqtaliq kirgizib va qurib xalqaro va rayon aviatsiya to'rini yanada mukammallashtirish, chet ellik sayohatchilarning viza rasmiyatini oddiylashtirib, chegaradan kirishda tomoshindan o'tkazish tartibini a'lolashtirib, chet ellik sayohatchi manbasining ehtiyojiga asosan xalqaro kutib olish iqtidoriga ega bir turkum sayohat shahri va manzil rayoni barpo qilish, chegara sayohati hamkorligini kuchaytirib, sirtqi tashviq qilish, tonishtirish salmoqini zo'raytirib, sayohat ijodiyati, planlash, tijorat qatorliq taraflarga kasbiy ixtisoslarni yetishtirishni kuchaytirib, bozorlash qonunchilashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti yaratish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Tamojna bosh mahkamasi qatorliq 9 tarmoqning aql port qurilishi to'g'risidagi yetakchi fikrini astoydil amaliylashtirib, avtonom rayonimizning amaliyatiga birlashtirib qaratimliq tadbir tuzib, portning tipini raqamli tipga o'zgartirish va aqllashtirib darajasini o'stirishni tezlatish, temir yo'l portini aqllashtirish qurilishini kuchaytirib, tosh yo'l portini aqllashtirib darajasini o'stirishni olg'a surib, aeroportning aqllashi saviyasini o'stirish, avtonom rayonning aql portini yurishtirish boshqarish bo'yicha birlashib o'rinlashtirish qo'mondonlik subsini tadqiq qilib qurib, portning birlashib oldin elish, birlashib tizginlash iqtidorini yanada kuchaytirib, portning aql tekshirib o'tkazish saviyasini o'stirish.
Karxanalarning ish bejirisini qolaylashtirish darajasini oshirib, chegara halqagan elektronlik savdoning taraqqiyotini qo'llab, sonliq ma'lumotni o'zaro tutashtirish saviyasini puxta qadamda o'stirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Davlat ichidagi boshlamchi elektronlik savdo korxonalari bilan hamkorlikni kuchaytirib, hamkorlik andisi va mexanizmida yangilik yaratish ustida faol izlanib, Şinjan savdo ashyo obrot kasbining elektronlik savdo ashyo obroti bo'yicha taqsimlab yetkazish, ta'minot zanjirini boshqarish qatorliq taraflarga ijodiy taraqqiyotiga turtki bo'lish. Şinjanning afzal kasblarga birlashtirib, asosiy qatlam bozorini yanma yetishtirib, bo'libmi Janubiy Şinjan bozorini echib, shahar yezlarini qoplagan yuqori unumlik ashyo obrot to'ri barpo qilish. Ko'p manbalik iste'mol muhitida yangilik yaratib, to'rda iste'molni ilgari surish faoliyatlarini qanot yedirib, to'r sirtidagi faoliyatlar bilan moslashtirib, jamiyatning iste'mol yo'shirin kuchini sijil qo'zg'atish kerak. Yig'inda boshqa ishlarmi muhokama qilindi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 5-oyning 9-kuni G'ulji shahrida nahiya yezlarining xalq qurultiyi xizmatini kuchaytirib, butun jarayonli xalq demokratiyasini asos qatlamda amalda ko'rsatishni olg'a surish bo'yicha suhbatlashish, almashtirish yig'ini ichib, nahiya yezi xalq qurultiyi xizmatining yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a surishni cho'rdab tajriba almashtirib, xalq qurultiyi tuzumining afzalligini idora qilish o'rniga texnik yaxshi aylantirib, jungochi zamonaviylashtirish musofasida go'zal Şinjanni texnik yaxshi barpo qilish uchun yangi to'kib qo'shishga turtki bo'ldi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'in qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda monolar ko'rsatildi. Yaqinqi yillardan buyon butun Şinjandagi nahiyalik yezli xalq qurultaylari partiya rahbarlik qilish, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'lish, davlatni qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida chontirib, to'g'risini saqlab yangilik yaratishda mukammallashtirib, taraqqiy qildirishda chontirib, qonun bo'yicha mas'uliyatni ado qilish, huquq yurgizishni texmi qiliplashtirib, vakillarning rolini texmi to'liq joriy qildirib, asos qatlam demokratiyasini texmi jonliq amalda ko'rsatib, yerlikning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti va asos qatlamning demokratik qonunchilik qurilishiga faol to'kib qo'shdi. Yig'inda monolar ta'kidlandi. Partiyaning umumyuzlik rahbarligida chontirib, bayroq ro'shan holda siyosiyga ahamiyat berib, xalq qurultiyi xizmatining to'g'ri siyosiy yo'nalishiga haqiqiy kapolatlik qilish, xizmat huquqini qat'iy turda qonunchilik ramkasi ichida yurgizib, nahiyalik yezli xalq qurultiyi yig'inlarini qonun bo'yicha tashkillab nazorat qilish huquqi, cho'ng-cho'ng ishlarda qaror chiqarish huquqi va saylam tayinlash qoldirish huquqini qonun bo'yicha yurgizish, vakillarning xizmat iqtidori qurilishini kuchaytirib, ishki bilan aloqa bog'lash tuzumi mexanizmini kengaytirib va cho'nqurlashtirib, vakillarning taklif tavsiya xizmatiga yuksak ahamiyat berib, vakillar oilasi, punkti va asos qatlam nizom chiqarish aloqa nuqtasini yaxshi qurish va undan yaxshi foydalanish, apparatlarning ta'sis qilinishi va xizmat mexanizmini mukammallashtirib, asos qatlam xalq qurultiyi xizmatining tuzumlashishiga, qiliblashishiga turtki bo'lish kerak. Yig'inda monolar ta'kidlandi. Kirish nuqtasi va bo'sish yig'izni tuzum afzalligini to'liq joriy qildirish, qonun bo'yicha mas'uliyatni ado qilish nuqtasidan to'g'ri tepib, Şinjanni qonun bo'yicha idora qilish, Şinjanni ittifoqlashib muqim qilish, Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish, Şinjanni xalqni betib ro'noq topqizish, Şinjanni uzoqqicha gullantirishni cho'rdab, jamiyat muqimligini qo'g'dash, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, zamonaviy madaniylik musofasini olg'a surish, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish va asos qatlamni idora qilishning zamonaviylashishini olg'a surish davomida afzallik va rolni joriy qildirish. 4 organlik o'rin talabi bo'yicha siyosiy qurilishni bir tutash yetakchi qilishda chontirib, o'z qurilishini yanada kuchaytirib, siyosiyda qat'iy, xalqqa xizmat qiladigan, qonunchilikni hurmatlaydigan, demokratiyani joriy qildiradigan, mas'uliyatini tirishib ado qiladigan xalq qurultiyi xizmat qo'shinini kuchab barpo qilib, asos qatlam xalq qurultiyining xizmat iqtidori va saviyasini haqiqiy o'stirish kerak. Yig'inda Eli Qozoq avtonom oblastlik xalq qurultiyi doimiy komiteti qatorliq 8 o'rinning vakili fikr almashtirib so'z qildi. Har qaysi oblastlik, shaharlik, bevosita qarashliq nahiya darajalik shaharlik xalq qurultiyi doimiy komitetlari, viloyatlik xalq qurultiyi xizmat komitetlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, munosabatli xizmat apparatlarining mas'ullari yig'inga qatnashdi. Yig'inda ilgari yig'in qatnashadiganlar Qo'rg'os nahiyasi, G'ulji shahri va Ko'ktala shahrida nahiyalik, yezilik xalq qurultaylarining mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilish, vakillar oilasi, punkti va asos qatlam nizom chiqarish aloqa nuqtasini yurishtirish, vakillarning rolini joriy qildirish qatorli xizmatlarni tekshirdi ko'di. Avtonom rayonimizdagi joylar siyosat mablag' madadi salmoqini zo'raytib, ishlamchilar bozorining tez taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Hozirgacha avtonom rayon bo'yicha 248 ishlamchilar bozori birlashtirilib va qurilib, joylashtirilishi muvofiq mulozimati qilibliq, yurishi tartibli bo'lgan ommaviy ish qo'riqlashtirish mulozimat sistemasi dastlabki qadamda shakllandi. Hozir odam ishlatuvchi o'rinlar ishlamchilarga ehtiyojli fasl. Joylardagi ishlamchilar bozorlari yangi navbatlik xizmatchi taklif qilish maxsus faoliyati o'tkazdi. Avtonom rayonning ishlamchilar bozorida xizmatchi taklif qilish tunji navbatlik maxsus faoliyati yaqinda Olti shaharda o'tkazildi. Faoliyatda to'r bilan naq maydonni birlashtirishda kamturtga andisi qo'llanilib, xizmat izdiguvchilarga ish o'rni to'g'risida maslahat so'rash, ishga o'rinlashga yetakchilik qilish, siyosat tushundirish qatorliq mulozimatlar qilindi. Almira Mamtili naq maydonda kotiblik xizmati topdi. Bu ish o'rni menga intayin mos keladigan ishlamchilar bozori uchurlarini to'plag'ashqa unum yuqori bo'pti.
İşlemçilerde işqi o'rinlashishi muqim bo'lmaslik, texnika mahoratda pishiq bo'lmaslik qatorliqlar umumyuzlik mavjud. Atush shahri texnika mahorat bo'yicha tarbiyalash bilan ish o'rnini bevosita udillashtirishni birlashtirishdek mulozimat andisini yo'lga qo'yib, ishqi o'rinlashish ehtiyoji bor ishlamchilarni to'plab, muqim emgak kuchiga aylantirdi. Tamchilikni o'rgangan, hozir kuniga 500 yuan kirim qilaman. Buningdan intayin rozi. İşlemchilarning texnik mahoratini o'stirish ehtiyojiga qarata vaqtga ayirib kichik ham tez, kasbiy ham tujublik tarbiyalash andisini ijodiy yo'lga qo'yib, emgakchilarning ish qo'rilishish raqobat kuchini umumyuzlik o'stirdik. Yaqinqi yillardan buyon yangi kasb faoliyati, yangi andiza, yangi kasbning uzluksiz taraqqiy qilishi bilan ishqi o'rinlashish shakli emgak munosabatidami yangi holat paydo bo'lib, buyurtma va tomoq yetkazuvchi, vakolatan avtomobil haydaguvchi, to'r taksisi shoferi, to'r riyosatchisi, qisqasin ishlaguvchi qatorliq ish o'rinlari uzluksiz borliqqa keldi. Davlat bozor ehtiyojiga moslashish uchun ishlamchilar bozori qurilishini kuchaytirish, xizmat izlash, xizmatchi taklif qilish mulozimatini mukammallashtirish to'g'risidagi fikr. Ishlamchilar bozorini qiliblashtirish, qurilishini kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishni tarqatdi. Avtonom rayonimiz 2024-yili ishlamchilar bozorini ishqa o'rinlashtirish ommaviy mulozimat sistemasi qurilishi xizmati doirasiga kirgizib, umumyuzlik planlab bir tutash olg'a surdi. Boshqarish asosiy gavdasini oydinlashtirish, xizmat tuzumini takomillashtirish, asosiy mulozimat o'lchamini birlikka keltirish orqali mulozimat tartibini qiliblashtirish turtki bo'lib, maydon o'rin qurilishidan mulozimat ta'minotiga hammasini ko'lamlik tartiblik taraqqiy qildirdik. Kucha shaharlik ishlamchilar bozori avtonom rayonimiz bo'yicha oldingi bosqichda qurilgan 14 g'olliq ishlamchilar bozorining biri. Har kuni xeyli ko'p xizmat izdiguvchi bu yerga kelib maslahat so'raydi, xizmat izlaydi. 46 yoshlik Nurmuhammad Turaxun 20 necha yil tokchilik qilgan. Xodimlarning yordamida u ishlamchilar bozori undidor apchisi orqali muvofiq ish o'rni uchurini egiladi. Bizga ish tepib bergan xizmatchi ishlarni nihoyat yaxshi o'rinlashtirdi, vaqtni oqiga surmadi. Kucha shaharlik ishlamchilar bozori ishlamchilar to'pining ish tepishi, huquq manfaatini qo'g'dishi, yotoq tomoqni o'rinlashtirishi qiyin bo'lishdek bosh og'ritadigan nuqtalarni ko'zda tutib, ishga o'rinlashtirish kapolati bog'chisidan iborat o'zgacha mulozimatni yo'lga qo'yib, 33 eg'iz o'lchamlik yotoq tayyorladi. Yotoqning kunligi 15 yuan. Yotoq pokiz, bahasi azonkan, mushada vaqt turyapman. Bu yil kirgandan buyon yezlardagi 3000 odam qitimdan ortiq emgak kuchiga, odam ishiltadigan 400 necha o'ringa mulozimat qilib, 1000 dan ortiq odamning yaqin atrofda ish qo'rilishini ilgari surdik. Navbatda Şinjan bo'yicha ishlamchi bozoridan 248 bor. Buning 31 jonliq ishga o'rinlashuvchilarga tomoq, yotoq, safar, ishga o'rinlashtirish bir gavdalashtirilgan mulozimat qiladi. Şinjanның һәр кайсы җайлары электронлык сода аркылы истемалны илгәре сүриш фаалиятен көп хил шәкелдә үткәзеп, амманың көп хил истемал ихтиҗын кандырды. Birinchi faslda to'rda partiya setish sommasi bulturqi shu mezgildagidin 9,7% oshdi. Birinchi faslda Urumchi shahri, Sanjixuizu avtonom oblasti va Aqsu viloyatining to'rda partiya setish sommasi Şinjan bo'yicha oldingi 3 o'rinda turib 47,6%, 10,2% va 8,8% ni egalladi. Bevosita ko'zitib setish pilosandiyasidagi yangidan gullanayotgan kasblarning ijodiy taraqqiyotiga ergishib, Şinjanning to'rda bevosita ko'zitib setish elektronlik sodasi ushqandek taraqqiy qildi. Birinchi faslda bevosita ko'zitib to'rda partiya setish sommasi 1 milliard 540 million yuan yetib, bo'ltirqi shu mezgildagidan 15,13% oshdi. Partiya setilgan buyum 26 million 520 mingga yetib, to'rda ko'rganlar 360 million odam qitimga yaqinlashdi. 28 ming maydon qitim bevosita ko'rsatildi. Şinjan Zhongchuan ta'minot zanjiri mulozimat cheklik shirkatida to'r riyosatchisi to'rdoshlarga Şinjanning o'zgacha yezgili qo'shimcha mahsulotlarini bevosita ko'rsatib tanishtiryapti. Hozir korxona partiya sotadigan mahsulot 1700 xildan oshdi. Şinjandagi 100 necha ta'minot savdogari bilan muqim hamkorlik o'rnatdi. Jingdong, Tianmao, Douyin qatorliq to'r suplarida o'z oldiga tijorat qiladigan 52 do'koni bor. Bevosita ko'rsatib setish orqali Şinjanning o'zgacha mahsulotlarining setilishini ilgari surib, setilish sommasining puxta qadamda eshishiga turtki bo'ldi. Şinjan siyosat bilan faoliyatni birlashtirishdek qo'shchoq orqali qo'zg'atishda chantirib, elektronlik sodani yezi egiligi, madaniyat, sayohatchilik bilan to'rda va amaliyotda yo'g'irishni sijil cho'nqirlashtirdi. Birinchi faslda Şinjanning amaliy bo'yin va mulozimatning to'rda partiya setilish sommasi bo'ltirqi shu mezgildagidan 9,5%, 10,1%. Yezlarning to'rda partiya setish sommasi 11,5% ko'payib surati partiya setish umumiy sommasidan yuqori bo'ldi. Yezigilik mahsulotlarning to'rda partiya setish sommasi 10% ga yaqin ko'paydi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi iste'mol sohasi bozorini nazorat qilish boshqarish bo'yicha qonun ijro qilishni kuchaytirib, har millat ommasiga bexatar xotirjam iste'mol muhit yaratib berish uchun yaqinda loyiha besib tarqitib 2025 iste'molni qo'g'dash to'mir mush harakatini qanot yaydirishni o'rinlashtirdi. Harakatda diqqat iste'mol sohasidagi ommaning inkosi kuchlik, jamiyatga bo'lgan ziyni gavdalik masalalarga markazlashtirilib, sifat bexatarligi, elektronlik savdo bilan to'g'ri iste'moli, yemaklik bexatarligi bilan e'lonni qiliblashtirish, tekshirish, o'lchash bilan o'lchamni nazorat qilish boshqarishdan iborat 4 cho'ng soha cho'ritilib, qonunga xilof 13 turli qilmishga qattiq zarba beriladi.
Joylardagi bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlarini kamchilik qilish bilan qattiq jazolashga tang e'tibor berish prinsipida tang ching turishga yetaklab, mulozimat shaklida qonun ijro qilishni faol yo'lga qo'yib, mulozimatni qonun ijro qilishning butun jarayoniga singdirib, hammani bir tayoqda aydash, tanarkat shaklda qonun ijro qilishdan saqlanamiz. 2024 yılı Şinjandagi bozor nazorat qilish boshqarish sistemasi xalq turmushi sohasidagi qonunga xiloflik qilish delosidan 11148 ni tekshirib bartaraf qildi. Buning 218 ni qonun yurgizish organlariga o'tkazib berdi. 394 kun qaytimda 1170 tipik delo misolini oshkorladi. 3 delo bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasining mamlakat bo'yicha tipik delo misoliga kirgizildi. Yerdagi bulut nomli hujjatli film yaqinda butun mamlakatdagi kinoxonalarda qo'yildi. Filmda Şinjandagi paxtakorlarning paxta yig'ish, setish hikoyasi so'zlanib, ularning haqiqiy turmushi, oddiy sodda oila qarashi, amgakiga tayinib baxtli kelgusi yortishdek intilishi namoyon qilindi. Yerdagi bulut nomli hujjatli film Şinjandagi kinoxonalarda qo'yilyotdi. Muxbir Urumchi shahri Avat noyasidagi ko'plagan kinoxonalarda bu filmning qo'yilayotganligini, bugun xeyli ko'p odamning bu kinoni ko'rgili kelganligini ko'rdi. Filmda Erkin oilasi bilan Zhouchang oilasining paxta yig'ishning oldirash mezgilida paxta yig'quchi yetishmaslik, yorlanish, to'xtama yomg'ir yig'ish degandek har xil tasodifiy duch kelgan bo'lsa-mu, oila a'zolarining teng kuchiganligi, bir yil sindirgan jafoliq ajridan rozi bo'lg'idek natijaga erishganligi so'zlanadi. Diqqat, Avat noyasidagi paxtakorlarning turmushiga markazlashtirilib, Şinjan kevezliklardagi kundalik turmush, paxtakorlarning jafosi va halovati xotirlanib, ularning haqiqiy turmushi namoyon qilindi. Şinjandagi paxtakorlarning turmushi aks ettirilgan bu hujjatli filmda Şinjandagi paxtakorlarning haqiqiy turmushi kuzatish shaklida suratga olinib xotirlandi. Filmda rol olganlar kasbiy artist bo'lmasdan hammasi shu joyda tug'ilib o'sgan dehqonlar. Şinjanning paxtasi, Şinjanlik paxtakorlarning qiyofati asli holatda haqiqiy aks ettirildi. Filmdagi paxtakorlarning qiyinchilikqa qilchi bosh egmaslik, o'z kuchiga tayinib baxt yaratish ruhi birinchi safdagi amgakchilarning xislati bilan intayin mos keladi. Astoydillik bilan puxta ishlab, ittifoqlashib kurash qilgandila baxtga erishgili bo'ladiganligidek e'tiqod namoyon qilindi. Avat noyasi a'lo sifatli paxtasi bilan danglik. Jungoning uzun talaliq paxta makonida ta'riflandi. Surat kelish gruppasi 2021 yili va 2023 yili Avatga berib, shu joydagi har millat paxtakorlar bilan tamoqda yetib qopishda bilib olib, dehqonchilikning oldirash mezgilida kishilarning amgiki, orzusi, qiyinchiligi va usulni xotirlab, shu joyning kundalik turmush muhiti, urf-odati va tabiiy sharoitini aks ettirib, Şinjanning jonliq yog'im rasmini sizib chiqdi. Yaqindan buyon joylardagi qizil sayligahlar o'yin qo'yishga birlashtirib, mo'l texnika vositasidan foydalanib, tarbiyani sayohatga singdirdi. Sayohatchilar inqilobiy yodgorliklarni ekskursiya qilib, qizil hikoyalarni anglab, davlat muhabbatini cho'nqurlashtirdi. Sayohatchilar Qumul shahrining Arturik nahiyalik inqilobi qurbonlar qabristonligida zamonaviy fan texnika vositasi orqali Arturikni qo'g'dash 40 kunlik jangidagi xotiralarini cho'kma shaklda his qildi. Mamlakat bo'yicha nuqtaliq inqilobi qurbonlar xotira imoratini qo'g'dash o'rni Şinjanning vatanparvarlik tarbiyasi bazasi bo'lgan Arturik nahiyalik inqilobi qurbonlar qabristonligi ko'rgazma shaklida yangilik yaratish bilan amaliy manzara ta'sirotini birlashtirish orqali to'rda va to'r sirtida ham turtki bo'lish ta'sirotini cho'nqur yo'g'irib, inqilob hikoyasini zamon makondan olqitib, yangi hayotiy kuchga ega qildi. Məhum reallik texnikasini kirgizib ekskursiyachilarni inqilob urushi davridagi jafoliq muhit kaskin jang maydoniga berib qolgandek tuyg'uga keltirib, tarbiyaning cho'nqurligi va ta'sirchanligini yanama oshirdik. Xo'sh, nahiyasidagi Malan qizil tarbiya bazasimi ekskursiyachilar yuqori to'lqinini kutib oldi. Joylardan kelgan sayohatchilar Malan ruhining kurash iznalarini izlab, qizil madaniyatni cho'kma shaklda his qildi. Ko'rgazma zaliga qo'yilgan kona asboblar, qo'l yozmalar hamda qimmatli tarixiy suratlar fan tadqiqot xizmatchilarining qiyin o'tkalga hujum qilib, yangish jarayonini bayon qilib berib Bu baza bosh temliq leksiya so'zlash, ko'rinishlarni qayta namoyon qilish qatorliq faoliyatlar orqali sayohatchilarga shu yalqinliq yillarni cho'kma shaklda his qildirdi. Bay nahiyasining Qarabog' yezisi o'zgacha otliq askar boyligiga ega. Bir qancha kundan buyon shu joy qaynoq hissiyotga to'lgan yoz, qamchi o'ynatib otchab turish temasidagi qizil sayohatchilikni yo'lga qo'yib, ko'plagan sayohatchini sinab yiqishga jalb qildi. Otliq askarlar Liani tarixiy sariyda sayohatchilar 60 yillik sharafli tarixga ega. Bu otliq askarlar atirdining chegarani muhofazat qilish, charlash, yurt makonni qo'g'dashdek shonliq ish izlarini cho'kma shaklda cho'nqur his qildi. Otliq askarlarning qizil tarixini tushundik, ularning chegarani muhofazat qilib, otliq charlishi nihoyat qaltis bilindi. Otliq askarlar Liani tarixiy sariyi yana chavandozlik maharati ko'rsatish, to'saqdan otliq atlab o'tish, ko'zatish ravqiga chiqish qatorliq turlarni yo'lga qo'yib, sayohatchilarning nazar doirasini kengaytdi. Bay nahiyasining Qarabog' yezisi yaqinqi yillarda buyon diqqatni otliq askarlar Lianidan iborat bu nom kartasiga markazlashtirib, qizil sayohatchilik boyligini qezib, qizil sayohat liniyalarini ichib, qizil sayohatchilikni jonlantirib, qizil sayohat manzili danliq markasi yaratib, yez kentlarni gullantirishni unumlik ilgari surdi.
Şinjan Radio Televiziya stansiyasining 4 yillik favqulodda suzuk ulab tarqitish avtomobili bugun rasmiy safga kirdi. Bu Şinjandagi tunji IP sistemalik ulab tarqitish avtomobili bo'lib, Şinjan Radio Televiziya stansiyasining 4 yillik favqulodda suzuk ulab tarqitish sohasida ochqushliq bosish hosil qilib, butun zanjirlik favqulodda suzuk film ishlash ko'rsatish sistemasi barpo qilishda muhim qadam tashlaganligini bildirdi. Bu stansiyamiz bugun səpki kirgizgan 4 yillik favqulodda suzuk ulab tarqitish avtomobili, asosliq avtomobil va qo'shimcha avtomobildan tarkib topgan. Bu avtomobil nihoyat ko'rkam texnik yarqi nuqtasi ko'p, IP sistemasini yadroliq tugun qilgan, har xil muhitda ishlatish ehtiyojini qondira oladi. Suratga elish, kirishtirishdan tarqitishgacha bo'lgan butun jarayonni 4 yillik favqulodda suzuk signal bilan ta'minlaydi. Televiziya stansiyasining har xil muhitda ishlatish ehtiyojini qondira oladi. Oshqandan keyingi ko'lami 78 kvadrat metr, kirishtirish rayoni, ovoz rayoni, rejissor rayoni, osti ko'rinish rayoni, yangi taratqu rayoni va texnika nur tangshash rayonidan iborat 5 rayonga bo'lingan. Avtomobilning harakatchan aylanish iqtidori bor. Bu orqali programma ilish o'rnida avtomobilning o'rnini texnik yaxshi tanishigili bo'ladi. Bu avtomobilga 16 yo'llik o'lchamli signal yo'li, 4 yo'llik yuqori sur'atli telekamera, 2 yo'llik favqulodda yuqori sur'atli kamera hamda 2 yurish alohida uskuna, 2 yurish ko'rinish almashtirish supsi saplangan musobaqa kechilik qatorliqlarni butun ko'rinishlik suratga elib kirishtirgil bo'ladi. 4 yillik va favqulodda suzuk ko'rinishlarni birli vaqtda kirishtirgili bo'ladi. 6 xil tilda birli vaqtda taqita oladi. Jami 16 signal yo'li bor. Buning 4i 3s tezlikdagi, 2si 8s tezlikdagi signal yo'li. Favqulodda suzuk ko'rinishni osti suratda qo'yg'ili, mushu asosda signal yo'lini 24 ga ko'paytgili bo'ladi. OBS Olimpik tanharkat musobaqasining o'lchamiga tamoman uyg'un. 4 yillikdan 8 yillikgacha bo'lgan ko'rinishni kirishtirish iqtidoriga ega. 4 yillik favqulodda suzuk ulab tarqitish avtomobili navbatda televiziya stansiyasining 4K IP 5G bulut supsida kirishtirish va yo'g'irma taratqu ehtiyojini qondira oladi. Ovoz sistemasi kirishtirish tarqitishni ko'p bo'lganda 16 yo'llik signal bilan ta'minlay oladi. Bu texnikada bosish hosil qilish va aql markazlashtirib tizginlashni bir gavdalashtirishdagi ulga. Radio televiziya sohasi uchun tip o'zgartish ulgusi tiklab, yangi ko'rik barpo qildik. Har millat ko'rinmalarni favqulodda suzuk ko'rinishdan hozirlantirish bilan birga texmo cho'kma shakldagi unsindan bahrlantiramiz. Növətdə Şinjan Radio Televiziya Stansi, Dövlət Radio Televiziya Baş İdarəsinin fəvqəladə sözük televiziya quruluşunu alğı sürüş toğrısıdakı umumi orunlaşdırmamızға asasən texnika dərəcəsini aşırış və tərtibni qayta bərpa qilishni tez alğı sürüb, fəvqəladə sözük televiziya kanalı etiş nişanıға qarab puxta qadam aldı. Bu strategiyalik joylashtirma programma ishlashning oldingi uchidagi ishlash ko'rsatish halqasini qoplab qolmay, ulab tarqitish avtomobili qatorliq yadroliq uskunalarni yenglash orqali mazmun to'plash, programma ishlashdan ulab tarqitishgacha bo'lgan butun zanjirda favqulodda suzuk texnika sistemasi barpo qilib, Şinjanning unsin tarqitishning yuqori sifatli taraqqiyotiga mustahkam yo'l soladi. Mamlakatlik emgak namunachisi Shayar Boşiran aql yezgilik mashinalari cheklik sherkati setishdan keyingi mulozimat bo'limining xizmatchisi To'xtin Niyoz xizmatini mavqa qilib, yezgilik mashinalarini sotgandan keyin remont qilish xizmatini astoydil yaxshi ishlab, yezgilik mashinasini dehqonlarga texmi yaxshi xizmat qildirib, mo'l usul elishga haqiqiy kapolatlik qildi. Shayar Boşiran aql yezgilik mashinalari cheklik shirkati setishdan keyingi mulozimat rayonining remont sexida To'xtin Niyoz yezgilik mashinasini remont qilyapti. Dehqonchilikning aldirash paytida mashinaning normal yurishiga haqiqiy kapolatlik qilish uchun remont qilib bo'lgandan keyin motori, harakat uzitish sistemasi, suyuqlik besimi sistemasi, tasma qatorliq ochqushliq qismlarni yana bir qitim astoydil tekshirdi. To'xtin Niyoz 2018-yili bu korxonaga kelgandan buyon remont qilish asrash xizmati bilan shug'ullandi. Xizmatini yaxshi ishlash uchun yarim yildan ko'proq vaqtini ajratib, paxta yig'ish mashinasi qatorliq cho'ng tipdagi yezgilik mashinalarining prinsipi, qurilmasi qatorliq bilimlarni tafsiliy tadqiq qilib, qadama-qadam texnika tayanchiga aylandi. O'z kuchimga tayanib yezgilik mashinalarini yaxshi asrab, paxtakorlarning mo'l usul elishini kapolatlantiraman. Mashinlashgan, aqllashgan yezgilik mashinalarining umumlashishi bilan To'xtin Niyoz ijtihod bilan o'rganib, qaytirqinib tadqiq qilgash yangi xodimlarni tarbiyaladi. Hozir qadar kasbiy remontchidan 20 narchini yetishtirib, korxonaning setishdan keyingi mulozimat kollektivining yadroliq kuchiga aylantirdi. To'xtin Niyoz har qitim kashalni vaqtida tugatsam, paxtakorlarning mo'l usul elishiga yordam qilgan bo'laman deb qaraydi. Uning xizmatdagi ifodasi gavdik bo'lg'achqa sharaf bilan mamlakatlik emgak namunachisi degan nomga erishdi. Bu sharaf uning pishqan texnikasi va kasbni qadrlash ruhini yuksak darajada e'tirof qilganlik. Texmi muhimi uni davomli olg'a ilgirlashga rag'batlantiradigan harakatlantirgich kuch. Emgak namunachisi ruhi, emgak ruhi, hunar va ruhini zo'r kuch bilan avji oldirib, texnika saviyamni uzluksiz o'stirib, yezgilik mashinalarining normal, muqim yurishini kapolatlantirib, paxtakorlarning mo'l usul elishiga kuch qo'shaman. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.